Azteca stadioni. Bu qanaqa stadion? Bu qanaqa stadion do'stlar? Buncha voqeani qanaqa qilib bag'riga sig'diradi? O'zi muxlislar ko'p sig'adi bag'riga. Endi voqealar ham to'lib toshyapti. Diego Armando Maradona o'zining mashhur reydini shu stadionda amalga oshirgan edi. Qo'li bilan shu stadionda gol kiritgan edi. Keyin jahon chempionligini ham shu stadionda nishonlagan. Undan avval 16 yil muqaddam 70-yili futbol qiroli Pele aynan mana shu stadionda 3 karra jahon chempioni bo'lgan. Boshqa biror bir futbolchi tarixda 3 karra chempion bo'lmadi. Ya'ni shu stadionda bo'lgan o'sha voqea. Va mana yillar o'tyapti, ochilish o'yinida haligi 3 ta qizil kartochkani bir chetga suraylik. Raul Jimenezning yig'laganini ko'rdingizmi? Birinchi uchrashuvning o'zidayoq ko'z yoshlar guvohi bo'lyapmiz. Nega yig'layapti? Buni hamma biladi. Wolverhampton futbolchisi juda qattiq jarohat olgan edi. Bosh a'zosidan. Uni ko'rgan odam bu tirik qolganiga ham shukr degan. Futbolga qaytmasligi deyarli aniq bo'lgan. Yashab bersa bo'ldi deyishgan. Lekin u qaytdi, o'ynadi. Yana terma jamoa a'zosiga aylandi va ochilish o'yinida o'sha jarohat yegan a'zosi bilan gol uryapti. O'yin masalasini hal qilyapti. Yig'layapti. Bu voqealar mayli. Pele, Maradona, Raul Jimenez tarixida ilk bora jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan yosh terma jamoa ham shu stadionda debyutini boshlaydi. Balkim mana shu aytilganlardan kattaroq tarix yozilar, nima dedingiz?